Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli So'x tumani ahli. Albatta men bir So'x tumani farzandi sifatida har birlaringizni kirib kelayotgan 2020-yangi yil bilan chin qalbimdan, shaxsan o'zim nomidan, oila a'zolarim nomidan samimiy muborakbod etaman. Albatta 2019-yil butun respublikamizga, shu qatori Farg'ona viloyati, qolaversa So'x tumanimizga ham barakatli yil bo'ldi. Tumanimizda 2019-yilda muhtaram yurtboshimiz rahbarligi ostida misli ko'rinmas o'zgarishlar ro'y berdi. Tumanda barpo etilgan binolar, bunyodkorlik ishlari, obodonlashtirish ishlari, aholini kayfiyatiga salbiy ko'rsatuvchi omillarni bartaraf etish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirildi. Buni negizida albatta bitta maqsad, xalqning manfaati turibdi. Mana 2019-yilni kuzatishimizga 2 soat vaqt mobaynida qisqa muddat qoldi. Qolaversa mana 2019-yilda So'x tumanida juda ko'p bir o'zgarishlar ro'y berdi. Bundan albatta So'x tumani aholisi juda ham mamnun. Qolaversa muhtaram yurtboshimiz tomonidan yaratib berilgan tizim, 4 ta sektor rahbarlari tumanimizda bir yoqadan bosh chiqarib, har birlarimiz o'zimizning sektorlarimizda to'laqonli faoliyat yuritib, u yerda amalga oshirilayotgan aholi bilan ommaviy qabullar, qolaversa viloyatimiz hokimi Shuhrajon Madamevich G'aniyevning rahbarligida bir necha bora viloyatimiz rahbarlari bilan birgalikda So'x tumaniga tashrif buyurib, bu yerdagi aholining muammolarini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan ommaviy qabullarda aholimiz tomonidan qo'yilgan muammolarni o'z vaqtida bartaraf etilishi natijasida bugungi kunda mana So'x tumanimiz 2019-yil yakuni bo'yicha xalqning kayfiyati juda ham yuqori. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatlarni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Mana kuni kecha buni yaqqol isboti 22-dekabr 2019-yilda mana shu Oliy Majlis Senati deputatlari, qolaversa viloyat, shahar tuman deputatlik nomzodlarida saylovlarda tumanimizda 90% ga yaqin aholini to'liq jalb qilinishi, bu ham bugungi kunda shu muhtaram yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatlarni respublikamiz eng chekka yagona anklav hududlarida to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlashlarning yaqqol isboti bo'ldi. Chunki shu kuni fuqarolarimiz o'zlari xohlagan, o'zlari tanlagan nomzodlarga ovoz berib, kelajakda yurtimizning ravnaq qo'shadigan, yutug'iga yutuq qo'shadigan nomzodlarni tanlaganlari yana bir bor bizni quvontirdi. Kuni kecha hurmatli viloyatimiz hokimi Shuhrajon Madamevich viloyat barcha ommaviy axborot vositalari hamda blogerlarning uchrashuvlarida 2020-yilda So'x tumanida yana ham iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish masalalarida qo'shimcha ish o'rinlari yaratish maqsadida qo'shimcha yana qo'shma korxonalar ochilishi, qolaversa yana 35 kilometr yo'llarimiz asfalt bo'linishi to'g'risida alohida ta'kidlab o'tdilar. Viloyatimiz hokimining ushbu so'zlari bizni kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shdi. Albatta mana bugun bayram arafasi So'x tumanida qor yog'ishi ham albatta bu bizni kelajakda 2020-yilga g'allalarimizga, dehqonchiligimizga qut baraka berishi. Mana shu hojota hojonalarning duolari bilan mana bugun bizga baraka yog'ilyapti. Albatta mana shu kunda ulug' ayyom kunlari sizlarni barchangizni kirib kelayotgan 2020-yil bilan chin qalbdan yana bir bor samimiy muborakbod etaman. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, muhtaram yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Har doim yurtimizda bayram kayfiyati hech qachon tark etmasin.